Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Ko'pincha biza blogerlar, umuman Instagramga yozadiganlar oldidan video olishga, ya'ni ikkita qo'l ishlatib video olishga qiynalamiz. Buni resheniyasi bor ekan. Men ham internetda ko'rdim. Qaranglar. Buni bundoq qilib turib, shidagi kiyib o'xshasa agar telefonni ana shotga hal o'xshagandek bo'ldi, lekin nima deydi o'rtoqlar? Neudobniy ekan. Endi bemalol bundan qilib obzorlarni olsanglar bo'ladi. O'zingizga to'g'rilab, ana 05 qilib oldim tipi. Mana o'tirib, mana bunaqa narsani, ya'ni ikkita qo'lingizlarni ishlata olasizlar. Men menimcha unchalik to'g'ri qilmadim. Bundan qilib, ham osilib qo'ygan qaranglar amirsin. Da, men uncha to'g'ri qilmadim. Esimdan chiqib qoldim qanaqa qilinishga. Ну, lekin bizga juda ham важный. Shunaqa kadrda ikkita qo'lni ishlatib video olish. Ну, hech narsadan ko'ra zo'r mana. Men buni buzilib qoldim. Men buni ilintirib qo'ydim. Bundoq qilib. Men umuman xalaqit bermaydi. Menga aloqasi yo'q. O'g'il bola ham qilsa bo'ladi. Zo'rmi? Rahmat. Like bosinglar.